Cobalt'imizga yana bitta yangilik qilib berganmiz. Endi kaliti ham kerak emas, ya'ni start stopni ko'ringlarchi, Econix variantini qo'yib berganmiz. Qanaqa skromli chiqyapti, qaranglar. Hop, o'tda bag'da turganda ham bagati turibdi. Agar mashinani black robga qiladigan bo'lsa ham avtomatik svetlargacha o'chadi. Hop. Qaranglar. Mashinamiz zabat bo'lgandan keyin, hop, mana bagga chiroqlar o'chgandan keyin, hop, juda ko'pchilik Malibu moslab beryapti. Malibu bilasizlar, ichida nikel balandligini hisobiga jicha neudobniy turadi. Va bu MCM Cobalt'imizga avtozapus platalarini qo'yib berganmiz. Ya'ni 3 marta black robkani bosganlaringda mashinamiz avtomatik kalitni ochib, mana ko'rishlar mumkin. Zavat qiladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa. Hop, o'chirish uchun mashinani ochib turib, shunchaki tormozni bossalarmi? O'chadi mashinani harakatlantirishdan oldin. Bitta tormozni bosasizlar, avtomobilingiz o'chdi. Va bitta start stop bilan zavat qilib ketaverasizlar. Cobalt meni tanishdagi tez jo'natib ko'rasizlar. Ha, bu aytgancha start stopimizni Nexus Gentral'gacha bemalol moslab beramiz, kelaverasizlar.